Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. O'zbekiston televideniyasi sport kanali kamera va mikrofonlari Toshkentdagi Olimpiya shaharchasi sport zaliga o'rnatilgan. Erkaklar o'rtasida voleybol bo'yicha mamlakat chempionatining yakunlovchi final qismi bahslari haqidagi o'yinlardan reportajni e'tiboringizga havola qilamiz va ana shu 4 medallar uchun kurashishni davom etayotgan 4 komanda o'rtasidagi ikkinchi o'yin Uz-Telekom Tosh hamda Ichki ishlar vazirligi Humo jamoasi. Ekraningizni o'ng tarafida, demak, Humo kechirasiz, ekraningizni o'ng tarafida Uz-Telekom, chap tarafda esa Humo jamoasi. Demak, bugungi hakamlar Minorada xalqaro toifadagi hakam farg'onalik Nargiza Usmonova va unga birinchi toifalik hakam Surxondaryodan Jahongir Yangiboyev yordam beradi. Jamoalar asosiy start tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, Uz-Telekom jamoasi. Uz-Telekom jamoasi ikkinchi raqamda Medetbek o'g'li Nurislam, jamoa bog'lovchi o'yinchisi Abduqahhor Abduvahobov 4-raqamda, jamoa sardori 6-raqamda Maksim Yermolov, 7-raqamda Murobiddinov Saidjamol, 10-raqamda Yahyo Muhammadiyev, 12-raqamda Farruh Hakimov. Jamoa bosh murabbiyi demak Behzod Rahimov, libero Sherzod Omonov. Humo jamoasi, jamoa sardori 5-raqamda Abdulbosit Mamadaliyev, 7-raqamda Jasurbek Qahhorov, 10-raqamda Behzod To'raqulov, 14-raqamda Azizbek Abbatov, 15-raqamda Muhammad Qodir Sayfiddinov, bu bog'lovchi o'yinchi 15-raqamda va 8-raqamda Jahongir Sanaqulov, jamoa murabbiyi Aziz Akbarov va libero bu yerda Farruh Tojiyev hamda Sardor Soipovlar 22 hamda 25-raqamlar ostida. Shunga yana bir narsani aytib o'taman. Uz-Telekom jamoasida Sobirov o'ynamoqda. 15-raqamda Ahrorjon Sobirov, 30 yoshli sportchi. Bu anchagina tanaffusdan so'ng yana katta voleybolga qaytib, hozircha zaxirada, balki uchrashuv davomida biz uni maydonda ko'rib qolarmiz zarurat bo'lsa. Telekom jamoasi to'pni o'yinga tushirishni boshladi. Juda to'rga yaqin va bunday bahsli holatlarda hujumchidan bir narsani talab qilish juda qiyin, chunki libero bu yerda bog'lovchilik vazifasini o'z zimmasiga oldi. Shahzod Omonov bog'lovchi bu jamoada, bu 4-raqamdagi Abduqahhor Abduvahobov. Robert Telekom jamoasi to'pni o'ynashmoqda. Birinchidan to'p juda yaxshi qabul qilingani uchun ham kombinatsiya birinchi tempda tezkor amalga oshirildi va bu yerda himoyalanayotgan blokka sakragan o'yinchilar 2 kishidan iboratlik juftlikni tashkil qila olmadilar. Yermolov 6-raqamda, jamoa sardori, O'zbekiston terma jamoasining a'zosi, uzoq yillardan ancha tajribali o'yinchi va ana shu voleybol kelibdiki,
qariyb doim shu O'zbekiston terma jamoasiga jalb etilgan Jaganal o'yinchi. Biroz ko'proq ta'rif berib yubordi shekilli. Chunki Humo oldinda Azbek Abatov to'pni o'yinga tushirishga hozirlik ko'rmoqda. Bo'sh qolgan zona, ikkinchi zonada hech kim muhofaza qilmadi. Blokdan bo'sh qolgan o'yinchilar 3-3 hozircha ochkoga ochko bilan javob berishmoqda. Humoda 7-raqamda Jasurbek Qahhorov. Bu ham kuchli zarba bilan to'pni o'yinga tushirdi. Yahyo Muhammadaliyev blokni ham aldab o'tishga va maydonga to'pni tushirishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi marta blokda o'z hisobiga ochko yozib qo'ygan o'yinchi bu Medetbek Uli Nurislam, ikkinchi raqam ostida o'ynayotgan. Birinchi tempda va top outda. Tezkor hujum uyushtirildi. Blok ulgurmadi sakrashga, lekin blok bo'lmasa ham negadir to'pni maydonga tushira olmadi Uztelekom voleybolchilari. Yermolov maydonga tushishga hozir ko'rmoqda. U liberani almashtirdi 4-zonada. Shahzod Omonovni Yetiyor 5. Neredeyse yetiyor 6. Naşa 6 ochkodan ikkitasini Uztelekom jamoasi 2 ochkoni to'pni o'yinga tushirishda xato evaziga sovg'a qildi raqiblariga. Yermolovga hozir hujumdan so'ng biroz tezlik yetishmadi, reaksiya, ya'ni o'sha to'pga yetib eng yaqin turgan o'yinchi edi, lekin negadir harakat qilmadi. Yaxshi, bilasizmi? 8-raqamdagi Sanaqulov himoya chizig'idan, ikkinchi chiziqning ortidan uyushtirilgan hujumga bir o'zi shu to'pni blokda to'xtatishga muvaffaq bo'ldi, blok bilan to'xtatishga. 8-7 Humo oldinda.
Yana Yermolov to'pga yaqin turganda vaholanki keskin ravishda blokdan pastga tushgan, aksincha ko'tarilib biroz, bilasizmi? Ozgina trayektoriyasi bor edi, bemalol ulgursa bo'lar edi. Sakkiz to'qqiz. Out. 9-9. Jahongir Sanaqulov hozir hujumda biroz tempni nazorat qila olmadi. Uzatilayotgan to'p va o'zini shu to'pga nisbatan sakrab chiqish. Yana ana 3-zonada, birinchi tempda out. Lekin blokka tekkan holda mana Minoradagi hakam, Farg'ona xalqaro to'pdagi hakam Nargiza Usmonova ko'rsatmoqda. Xo'p, Uztelekom jamoasida mana shu birinchi tempdagi hujumni yakuniga yetkazgan voleybolchi 7-raqam ostidagi Saidjamol Mirobidinov bo'ladi. Uchinchi bor 11 ochkodan 3tasini sovg'a qilishdi. Mana shunday tarzda 11-10 Humo oldinda. Yaxshi. Saidjamol Mirobidinov yana out. Chapaqay o'yinchi 14-raqamda bu Azizbek Abbatov edi. Sayfiddin Muhammad Qodir, Sayfiddinov Muhammad Qodir bog'lovchi o'yinchi. Unga juda qulay trayektoriyada to'pni uzatib bergan edi. Yana chap qo'lda yetib borish mumkin, lekin Yermolov ana shu anaqadan biroz xavotirda bo'ldi. Jarohat olmaslik uchun ba'zan to'g'ridir. O'sha bir ochko uchun jarohat olib chiqib ketgandan ko'ra o'sha bir ochkoni dan voz kechish kerak. Ikkinchi raqamda legioner qirg'izistonlik o'yinchi bu Medetbek o'g'li Nurislam. Zarbalari keskin, temp yuqori, birinchi temp. Kutilgan edi menimcha bunday kombinatsiya. Mana o'sha aytaman, ikkinchi zonada ham, to'rtinchi zonada ham, himoya chizig'ida, orqa zonada ham hujumga har doim shay turadi, tayyor turadi va ishonch, o'ziga bo'lgan ishonch yuqori juda. Bu juda muhim. Montoroni Uztelekom oldinda.
to'rga yaqinroq bo'lib qoldi. Lekin bu yerda bilasizmi 9-raqamda o'ynayotgan Ro'zali Umarov edi. Ro'zali Umarov biroz masofani his qila olmadi. O'shaning uchun to'p to'rga tegib o'zini maydoniga tushdi. 15-12. 15-13 Uztelekom 4-ochkoni mana shunday tarzda raqiblariga sovg'a qildi. Bizga bunday takallufni keragi yo'q deb Jasurbek Qahhorov ham o'sha ochkoni sovg'ani qaytardi. Uncha kuchli bo'lmagan, lekin chiziq bo'ylab berilgan zarba 4-zonadan va u blok etayotgan holda maydonni tark etdi. Va to'p birinchi zonani shu burchak qismiga borib tushdi. Linesman bayrog'i bilan pasni ko'rsatdi. Bu degani to'p maydonga tushdi degani. To'p o'yinda qoldi. Yana biroz palapartishlik bo'lyapti. Va oxir oqibat bu 5-raqamdagi Abdulbosit Mamadaliyev edi, jamoa sardori. To'pni raqib tarafga o'tkaza olgani yo'q. 18-14. Out. 5-ochko. 15 ochkodan 5tasini mana shunday tarzda berib yuborishdi. 18-15. Xo'p, Humoda kim to'pni o'yinga tushirmoqda? Bu Ro'zali Umarov. Start tarkibida maydonda yo'q edi. Keyinchalik murabbiy uni maydonga tushirdi. O'zi asosiy tarkib o'yinchisi o'sha turlar bo'lganda ancha yaxshi taassurot qoldirgan edi bu o'yinchi. Hali familiyadoshim bo'lgani uchun emas, o'zi diagonal hujumchi sifatida 4-zonada asosan mana hozir ham 2-zonada chiziq bo'ylab bergan zarbasi 5-zonaga kelib tushdi va o'zi to'pni o'yinga tushiradi. Hisobdagi farq qisqarib bormoqda. 16-18. (19-16) endi. Bitta aniq zarba yetishmayapti. To'pni do'shini eshitmay qoldik oxirgi paytlarda. Ana endi sal voleybolga o'xshayapti. Aks holda xuddi basketbol ko'rgandek bo'lib qoladi. Bu blokka tegmadi, trosga tegib qaytdi. Biroz kechroq harakat qilib, biroz baxtliroq sakraganda o'sha traktoriyaga eng yuqori nuqtasida to'pni tutgan bo'lar edi. 17-19.
orqada hech kim yo'q. 18-19. Va hisob tenglashdi 19-19. Ha. Bunday paytda hisob tenglashsa, ya'ni hisob 20 ga yaqinlashganda, 20 atrofida, ya'ni asabiy o'yin boshlanadi. Kim asablari mustahkam bo'lsa, kim ruhan kuchli tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, omad o'sha tarafda bo'ladi. 19-19 ko'ramiz. Outga ketayotgan edi, top outga ketayotgan edi. Mana 6-zonada turibdi. Yelkasi darajasida top kelyapti. O'sha trayektoriyadan qanaqa qilib 1 metrdan keyin top maydonga tushishi mumkin. Libera Sherzod Omonov edi bu. Tanaffus oldi. To'g'ri, endi liberaning vazifasi to'pni qabul qilib, qolgan hujumchilar, o'yinchilarga vaqt yugurib kelishi, sakrashi uchun qoldirish uchun uni vazifasi shundan iborat. Hozir esa 20-19 va birinchi tanaffusni Bekzod Rahimov oldi. O'zbekiston terma jamoasining a'zosi bo'lgan, bog'lovchi o'yinchi, sardori ham bo'lgan. Hozirda Uztelekom jamoasiga murabbiylik qilmoqda. Yigirma. Ahror Sobirov o'tirayotgani yo'q, doim tikkati turib yuribdi. O'sha hali mushaklarini tonus keltirish uchun bo'lsa kerak. Chunki endi bo'yi 2 metr 7 santimetr, 36 yoshda. 6-ochko. Ya'ni 6-marta yanishligisi. Blokda birinchi chiziqda yordam berishi mumkin har qalay. 21-20. 6 marta to'p yo'qotish bitta partiyada bu ko'p, agar bu hali oxirgisi bo'lmasa. İkinci zonada 7. raqam ostidagi Murabidinov hozir yaxshi o'yin ko'rsatdi. 21-21. Yermolov boshlab berdi o'sha to'pni o'ngga tushirishdagi xatoni o'yinni boshida. Va Yermolov bu ikkinchi xatosi, 7-xato. Jamoa sardori ha 23-21 Humo jamoasi hozir o'yindagi ustunlik ular tarafga o'tdi. Ular ancha zavq bilan, shijoat bilan o'ynashmoqda. Ayniqsa o'sha Yermolovning to'pni o'ngga tushirishdagi xatosi hozir 21-21 hisobida. Ularni ancha ruhlantirib yubordi. O'zi ham boshini saray-saray qilib o'tiribdi. Out.
24-22 va birinchi set bol. Yigirma 24. Ikkinchi set bol bo'ladi hozir. Humo jamoasida ularda hozir imkoniyat ko'proq, nega deganda ular hozir to'pni qabul qilib hujumga o'tishadi. Negadir aynan shu daqiqalarda Humo jamoasining murabbiyi tanaffus oldi. Humo jamoasining murabbiyi Aziz Akbarov. Ichki ishlar vazirligining Humo jamoasi. Hozir eng muhimi to'pni o'yinga tushirayotganda xatoga yo'l qo'yish kerak emas. Bir, 2, 3 va 25-23. 1-0 Humo oldinda. Demak, Ustilikon jamoasida hozir start tarkibida Yermolov o'rniga Ahrorjon Sobirov tushdi 15-raqamda. Ko'ramiz, anchadan beri o'ynamagan edi. Qanday sport formasi ekanligi, har qalay hujumda va blokda ancha yordami tegishi mumkin. Tajribali o'yinchi. Odatda u birinchi tempda o'ynardi, 3-zonada, lekin hozir u yanglishmasam 5-zonadan boshlayapti, ya'ni orqa chiziqdan. Va uni hozir libera almashtirdi. Liberani o'rniga tushadi, agar hammasini to'g'ri tushungan bo'lsam. Nol. Juda aniq to'p qabul qilindi. O'rtaga. Abduvahobovga to'p yetib kelmadi bog'lovchi o'yinchiga. Shuning uchun mana shunday vaziyat yuzaga keldi. Ikkinchi to'p har doim bog'lovchi o'yinchiniki bo'ladi. Demak, Humo 1-0 oldinda. Ikkinchi partiya eslatib o'taman, birinchi partiya ularning foydasiga 2 ochko farqi bilan 25-23 hisobida hal bo'ldi. Blokda Nebetlik Medetbek Uli Nurislam hamda 14-raqamda Odilbek Muratboyev yoki Muratboyev ham ikkinchi partiyada start tarkibida tushdi. Xo'p, 12-raqamdagi Farruh Hakimovni almashtirdi, start tarkibida o'ynagan. Xo'sh. Va soddagina birinchi tempda
yana o'sha Medvedbek o'g'li Nurislam hozircha eng barqaror o'yin ko'rsatayotgan o'yinchi, stabil Ustelekom jamoasida turli zonalarda bemalol birinchi tempda ham Chunki Xo'p, 15-raqamda 4-zonada Ahrorjon Sobirov o'ynamoqda, ko'ramiz hozir. Markaziy zonaga o'tdi, blokda yordam berish kerak. Ahrorjon Sobirovni hozir to'pga tegdi, blokda trosga tegdi deyishdi, lekin u tegmaganligini aytyapti. Endi challenji bo'lmasa ko'rar edik, mayli. 4-2. Birinchi hujumda ishtirok etishi va ochko keltirdi jamoasiga. Bo'yi baland bo'lishiga qaramasdan u birinchi tempda o'ynaydi. 3-zona xuddi yodingizda bo'lsa, esingizda bormi? Rossiya terma jamoasida endi bu 2,7 sm balandlik, uni bo'yi 2,17 m edi, Muserskiy Dmitriy. U ham shu bo'y balandligiga qaramasdan birinchi tempda o'ynardi 3-zonada. Mana blokda ham ikkinchi ochkoni keltirdi. Bir o'zi va bir pasda hisob tenglashdi. Hujumda va blokda Ahrorjon Sobirov hozircha foydasi tegyapti. Out. To'p blokdan outga chiqib ketdi. Bu yerda ikki kishi 4-raqamda bog'lovchi o'yinchi Abduqahhor Abduvahobov bilan Ahrorjon Sobirovlar blokda o'ynashgan edi. Ikkita hujumdan ikkalasi ham unumli. 5-5. To'p bog'lovchi o'yinchi Abduqahhorni barmoqlariga tekkan holda maydon tark etdi. Shuning uchun ochko Humo jamoasiga beriladi. Ichki ishlar vazirligining jamoasi Humo hozircha birinchi partiyada 1-0 hisobda oldinda bormoqda, 25-23 va bu partiyada ham 6-5 ular oldinda. Out. Ikkinchi hakam Yangiboyev to'p trosga emas blokka tegdi deyapti, lekin minoradagi hakam to'pni out ketganligini inobatga olib blokka tegmagan deyapti. Xalqaro toifadagi hakam Nargiza Usmonova o'zining qarorini o'zgartirdi. Va menimcha 4-raqamli o'yinchiga
sariq kartochka ko'rsatildi bog'lovchiga. Yetti 5. Top maydonda. Ha. Top maydonda, lekin bilasizmi, hujumchi ikkinchi himoya chizig'idan hujumda ishtirok etgan o'yinchi chiziqni bosib o'tgan edi, bosmasdan o'tish kerak edi. O'shanda qoida buzilmagan bo'lardi. Orqa 6-5 zonadagi o'yinchilar hujumda faqat orqa chiziqdan sakrab 3 metrlik birinchi chiziqqa tushishlari mumkin, lekin uni ichidan sakrashni boshlashlari noto'g'ri. 8-5. Nihoyat Uztelekom jamoasi bitta ochko bo'lsa ham o'z hisobiga yozib qo'yishdi. 3 ta ochko ketma-ket raqiblarga bergandan so'ng 6-8 va hozir endi ko'ramiz. Ahrojon Sobirov to'pni o'yinga tushirishda qanday holat ekan. Blokda hujumda ancha foydasi tegdi. Ace birinchi bu yerda ham ochko keltirdi. Mana shu 7 ta ochkodan 4 tasi Ahrarov ishtirokida. Blokda, hujumda va to'pni o'yinga tushirishda va yana bitta holatda. Ahrarov orqa chizig'da to'pni qabul qildi himoyada. Va himo jamoasida orqada na libera, na hech kim qolmadi. Negadir o'sha jamoa hujum qilayotganda hamma to'rga bir instinktiv ravishda borib qolishadi. Sakkiz 8. 3-marta ketma-ket to'pni o'yinga tushirmoqda Sobirov, lekin xuddi shu daqiqalarda Humo jamoasining murabbiyi Aziz Akbarov tanaffus oldi. Temp unaqa yuqori emas juda, lekin qanaqadir shu ichki bosim sezilmoqda har ikki jamoada, chunki bu final atigi 3 ta uchrashuv, 4 ta jamoa o'zaro bir martadan uchrashadi va ana shu o'yinlar natijasiga ko'ra oltin, kumush va bronza medallari sohibi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bir ruhiy bosim boshqacharoq sal. Endi bu yerda endi xato qilib bo'lmaydigan darajaga kelishdi. Oxirgi bosqich. Top maydonda. Hattoki qarang, bog'lovchi sifatida ham uni ashistidan berilgan zarba maydonga tushdi. To'qqiz 8. Endi unaqa ko'p ishlatmayman-u, lekin biz voleybol o'ynagan paytda bir ibora bor edi. Mana shunday zarbalarni ko'rganda yoki zarbalarni bergan o'yinchiga nisbatan to'pni mixlab qo'yding deyishardi.
Shunday ham bo'ldi. 10-8, 8-5 edi. 5 marta ketma-ket ochko olishdi Telekom jamoasi. Baribir mana shu 8-5 dan 10-8 gacha bo'lgan jarayonda boshida Ahrorjonni ham to'pni o'yinga kiritishda, ham himoyada, ham to'pni uzatishda hattoki foydali ish koeffitsiyenti ancha yuqori bo'ldi. o'n 11-9 Libera maydonga qaytmoqda. 10-raqamdagi Behzod To'raqulov o'rniga 25-raqamda Farruh Tojiyev maydonga qaytdi. Jamoaga himoyada yordam berish uchun to'pni qabul qilishdi. Va mana bu yerda na libera na boshqa o'yinchilar yordam bera olishmadi. Out. Onun uchun 9. Humo jamoasiga birinchi partiyadagi shijoat biroz yetishmayapti. Va bu mana endi voleybolga o'xshadi. Odilbek Muratboyev 14-raqam ostida, bu ham start tarkibida yo'q edi. Demak, Ahrorjon Sobirov hozir Liberani 4-zonaga kelishini kutmoqda. Yermolov esa ikkinchi partiyada hali start tarkibini o'yin jamoa sardori maydonga tushgani yo'q. Endi gap sardorlikda emas, uni bitta o'zi 2 marta to'pni o'yinga tushirishda xatoga yo'l qo'yishdi bir partiyada, keyin hujumda, blokda qanaqadir bir o'ziga ishonchi biroz yo'qotgandayroq tuyuldi menga, men nazarimda. 15-10. Hozir o'ntirishyapti Liberan Tojiyev, chunki bir juda oddiy va ana shu to'pni xohlagan pozitsiyada turib kutib olish mumkin edi va vaqt ham yetarli edi. Balki shu biroz taqdir hazilini o'ynadimi, har qalay xatoga yo'l qo'ydi yo'q joyda. Out. 17-10. Tanaffus. Menimcha ikkinchi tanaffus, yanglishmasam bu.
7 va 17 o'yinchilar Lazizbek Qahhorov hamda Alpamis Davlatboyevlar murabbiyni eshitsa qolganlar negadir charchashganmi deyman, o'tirib olishdi. O'n yetti o'n Uztelekom jamoasi ikkinchi partiyani ancha ishonchli o'tkazmoqda. Yaxshi himoyada. Hujumda ham 10-raqamda Yahyo Muhammadiyev edi. Demak, eslatib o'taman, ikkinchi partiya, birinchi partiya 25-23, Humo ikkinchi partiyada esa 18-10 Uztelekom jamoasi oldinda bormoqda. On 19-10. Bu endi sovg'a edi. 20-10. Hatto 3ta zona o'tish kerak bo'lgan libero 4-zonaga yetib kela olgani yo'q. Chunki libero 4-zonaga yetib kelganda Sobirov tushishi mumkin. Chunki mana shu turish so'zda rassonovka deyishadi. Ketma-ket ochko olishmoqda va Odilbek Murodboyev to'plarni o'yinga tushirishda davom etmoqda. Hakimov yo'q, u hali maydonga tushgani yo'q. U start tarkibini o'yinchisi lekin. Yigirma o'n. Blokdan outga chiqib ketdi to'p. Yanglishmasam Saidjamol Miroboddinovning qo'liga tekkan holda. Demak, ana shu hujum paytida to'p blokka sakragan Uztelekom o'yinchisini qo'liga tekkan. Ana shunday deb hisobladi Minoradagi hakam. To'p maydonda 21-12 va nihoyat mana endi 4-zonaga yetib kelgan libero o'z o'rnini Ahrodjon Sobirovga bo'shatib berdi. Hozir endi ancha oldi chiziqda, hujum chizig'ida Uztelekomda ustilik bo'ladi, nafaqat hujumda, balki blokda. Medetbek Uli Nurislan to'pni o'yinga tushirishda xatoga yo'l qo'ydi va o'rnini liberoga bo'shatib berdi. Shahzod Omonov. To'p maydonda 22-13.
Top blokka ham tegmadi, maydonga ham tushmadi. Outga chiqib ketdi. 22-14. Va mana bunday voleybolda ayniqsa shu bu usul bilan bog'lovchi o'yinchilar ko'p foydalanishadi. Yana ikkinchi to'p ularda va ko'pincha kutilmaganda keskin holda mana shunday harakat qilib himoyachilarni shoshirib qo'yishadi. 23-14. Yigirma 15. Va navbatdagi ochkoni o'z hisobiga Ahrajon Sobirov yozib qo'ydi. Yigirma 14-15 va birinchi set bol. Oldingi shu pozitsiyaga kelganda u 5 marta to'pni o'yinga tushirgan edi ketma-ket. Kuchli zarba bilan to'pni o'yinga kiritdi. o'n olti 24. Hozir endi osonroq bo'ladi qandaydir ma'noda. Silikonga nega deganda ular hozir hujumda bo'lishadi. Mana va orqa chiziqdan hujumda ishtirok etgan Saidjamol Mirobiddinov hisobni 25 16 yanlishmasam 25-16 ga mana shu nuqtada to'xtatdi. 1-1. Yana 4 ta bo'ladimi deyman. Xo'p, 3-partiya. Eslatib o'taman 1-1, 25-23, 16-25, 1-1 3-partiya. Kamida 4 partiya bo'ladi. Agar bu yoki bu komanda ketma-ket 2 partiyada g'alaba qozonsa, agar bir martadan g'alaba qozonsa, unda bir 5-partiyani guvohi bo'lamiz. Yana start tarkibida Sobirov, lekin o'z joyini hozir liberaga bo'shatib berdi. Yermolov jamoa sardori hamon zaxirada qoldi. Brunol Ichki ishlar vazirligi Humo jamoasi dastlabki ochkoni o'z hisoblariga yozib qo'yishdi. Q0 yana Medetbek Nurislom Odilbek Murodboyev ikkinchi partiyada ana shu zonada
anchagina to'pni o'yinga kiritgan edi ketma-ket. Mana ikkinchi marta hozir to'pni o'yinga kiritadi, ko'ramiz. Mana shu rastanovkada qancha ochko olishar ekan bitta pozitsiyada. Buning ustiga maydonda anaqa ham yo'q hali. Sobirov. Azbek Abatov ikkinchi zonada ancha yaxshi harakat qilmoqda. Xo'p, 3-2 Humo oldinda. Jahongir Sanaqulov asosiy tarkib o'yinchisi. Yahyo Muhammadiyev hisobni tenglashtirdi ana shu o'zini zarbasidan so'ng 3-3. Azbek Abatov navbatdagi ochkoni keltirdi jamoasiga va o'zi to'pni o'yinga tushirish uchun belgilangan joyga keldi. Out va 5-3. Endi esa 5-4. Bu safar Humo jamoasi bu partiyada to'pni o'yinga tushirishdagi xatoni boshlab berishdi. Yo'q, to'p blokka tekkan yo'q, trosga tegdi. Foydasi yo'q. Shunday minoradagi hakamni ko'z oldida bo'ldi bu narsa. Ustiga ustak 7-raqamdagi o'yinchi kelishga menimcha, chunki ularda Humoda jamoa sardori 5-raqamdagi Abdulbosit Mamadaliyev. Mana shunday hakam bilan Jasurbek Qahhorov jamoasiga ochko keltirdi. Bizga murabbiy aytardi, hakam bilan hech qachon bahslash kerak emas. O'yin bilan isbotlash kerak. Mana shunday. Chiroyli zarbalar bilan to'lqin kombinatsiyasi yana bir marta. Lekin bu safar blok biroz zaiflik qildi, ya'ni ularga zichlik yetishmadi. Va natijada hisob tenglashdi 6-6.
birinchi tempda kombinatsiya Ahror bugun qariyb bexato o'ynamoqda. Har bitta pozitsiyada, himoyada, blokda, hujumda to'pni o'yinga tushirayotganda ham bir gal misol uchun kuchli zarba bersa, bir gal ritmini o'zgartirib biroz boshqacharoq. Va 8-7 Uztelecom hisobda oldinga chiqib oldi. Biroz kuchliroq bo'ldi endi. Uchinchi marta to'pni o'yinga tushirish uchun birinchi zonaga kelyapti. Va tanaffus oldi murabbiy. Endi qarasa juda Ahror Ahmedov, Ahrorjon Sobirov to'pni o'yinga tushirishda ancha noqulayliklar yaratmoqda uni jamoasiga. Demak, musobaqa 3 kun davom etadi. 4 ta jamoa. Bugun bu ikkinchi uchrashuv haqidagi reportajni tomosha qilmoqdasiz. Birinchi uchrashuvda Road Patrol hamda Sog'diyona jamoalari uchrashdi. 3-1 hisobi qayd etildi. Road Patrol jamoasi g'alaba qozondi. Endi esa bu ikkinchi uchrashuv, unda Uztelecom hamda Ichki ishlar vazirligining Humo voleybolchilari. Mana shu 4 ta jamoa 3 kun davomida o'zaro bittadan uchrashuv o'tkazishadi. Va ana shu uchrashuvlar natijasiga ko'ra g'olib va sovrindorlar ma'lum bo'ladi. Ahrorjon Sobirov Ahror to'pni uribdi. 5-zona bilan 4-zonalar oralig'iga yetib kela olmadi va kamdan kam xatolardan bittasi. Lekin bilasizmi, 36 yosh bo'lishiga qaramasdan mana shu uchrashuvni kuzatyapman. Out voleybolning har bitta o'sha statistikasi olib boradigan kriteriyasi bo'yicha juda yuqori natijalarni ko'rsatmoqda. 8-11 11-8 agar to'g'riroq talqin qiladigan bo'lsak. Ro'zali Umarov ikkinchi zonadan diagonal zarba bilan hisobdagi farqni biroz qisqartirdi. 9-11 birinchi marta Medetbek Nurislam tushunishmadim, tempini bog'lovchi o'yinchi birinchi tempga juda aniq yetib kelgan edi. Yo'q, Jasurbek Qahhorov bu safar uddalay olmadi. Hujumni mantiqiy yakuniga yetkazishga 12-10.
Bir ochkoga qisqardi hisobdagi farq. To'rtinchi zonadan hujum va ajoyib uyushtirilgan blok va hisob tenglashdi 12-12. Yo'q, bu safar ulgurgani yo'q. Ochko Usselikom jamoasiga beriladi. Yaxshi hujum, lekin to'p o'yinda qoldi. Mana bu yerda ochko olishga juda yaqin turgan Humo jamoasi hujumda bir-birlarini tushunishmadi. 14-12. Legioner o'yinchi qirg'izistonlik Medetbek Nurislom to'pni o'yinga tushirmoqda. 4-zonadan hujum. Antennani ortidan o'tdi, shuning uchun bu to'p maydonga tushgani bilan hisoblanmaydi. Tanaffus, Humo jamoasining murabbiyi tanaffus oldi 15-12 hisobida. Va albatta endi mana shu 3-partiya ham juda muhim. Kimda kim shu partiyada g'alaba qozonsa, ularda qanaqadir ruhiy ustunlik bo'ladi 4-partiyadan oldin. Demak, tanaffusga ajratilgan vaqt yakuniga yetdi. 15-12. Humo voleybolchilari to'pni o'yinga tushirishda davom etishmoqda. Demak, hakam bilan bo'lgan muzokaralar ham yakuniga yetdi. Menimcha, jamoa sardori hozir maydonda bo'lmagani uchun 7-raqamda Humo jamoasining o'yinchisi Jasurbek Qahhorov sardorlik vazifasini bajarayotgan bo'lishi mumkin. O'yinda to'p. Mana endi blokda ehtiyot bo'lish kerak. Va albatta u yerda Ahrorjon Sobirov jamoadosh do'stlari bilan xuddi Xitoy devoriga o'xshab turishibdi. 16-12. Ahrorjon hujum chizig'ida bo'lganda blokda va hujumda Usselikom jamoasiga ancha yengil bo'lmoqda. Ayniqsa Usselikom himoyalanayotganda blokda. Medetbek Nurislom mana shu paytda to'pni o'yinga tushirsa xatoga yo'l qo'yish kerak emas edi. Xo'p, hozircha 4-zonada turibdi.
Demak, yana ikkita zonada o'ynashi mumkin. 13-17. Yana birinchi tempga boradi va har safar mana shu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Sobirov birinchi tempga borganda unga to'p berilsa, berilmasa, raqiblarning markaziy zonada turgan o'yinchisi unga chalg'ishi kerak. Mabodo to'p berilib qolsa, blok qo'yish kerak. Shuning uchun uni atrofidagi, Ahrorjonning atrofidagi ikkita hujumchi har doim bitta blokka qarshi qolyapti. Mana bunday sovg'alarni ham 36 yoshda ham qabul qilib olaveramiz deb jamoasiga 19-ochkoni hisobiga yozib qo'ydi. To'p blokdan outga chiqib ketdi. Lekin hisobdagi farq 5 ochko. To'p blok etayotgan holda maydon tark etdi. Hujumda navbatdagi foydali ish koeffitsiyentini namoyish etdi. Qanday ajoyib hujum. Chap qo'lda 14-raqamda Azizbek Abatov ikkinchi zonadan bugun juda ko'p marta jamoasiga ochko keltirdi. Hozir 14-raqamda harakat qilayotgan Uzielkom jamoasi a'zosi Odilbek Muratboyevga juda yaxshi sharoit yaratib berilgan edi. O'sha 3-markaziy zonada Ahrarovni o'ziga bir o'yinchini jalb qilishi unga nisbatan bitta blok edi. Mana hozir endi ikkita blok. Endi esa blokdan o'tmadi. Ketma-ket ikkita ochko passivda. Odilbek Muratboyevning passivida. Yigirma 16. Xo'p. Bekzod Rahimov hozir Odilbekka o'zini alohida chaqirib nimalarnidir aytdi. Mana shu statistikani ham 0 da qoldirmadi, ya'ni to'pni o'yinga tushirishdagi birinchi xatosi. Lekin ketma-ket 5 ta, 4 ta, 9 ta to'pni o'yinga tushirish ham alohida e'tirofga loyiq. To'p o'yinda qoldi. Lekin mana bunday bo'lishini Humo jamoasi kutmagan edi. Yigirma 17. Out. O'zingiz ko'rdingiz.
Kuchli zarbadan so'ng to'p blokka tegib outga chiqib ketdi va 23-18. Navbatdagi hujum aynan ikkinchi zonadan, aynan 14-raqamdagi Humo o'yinchisi shu yerda bo'lganda Azizbek Abatov, Chapaqay va ana shu hujumlarning aksariyati muvaffaqiyatli yakuniga yetmoqda. 19-23, lekin bu partiyani qutqarib qolish biroz qiyin bo'ladi-ku Humoga. Ham bilib bo'lmaydi. Agar mana shunaqa hujumlar davom etib tursa, xo'p, bu Yahyo Muhammadiyev asosiy tarkib o'yinchisi edi. 10-raqamdagi demak, agarda Usilikom to'pni o'yinga tushirgan bo'lsa, hisobchi 19-24 va bu set bol edi. Yo'q, biroz kechroq to'pga yurishni boshladi. Biroz vaqtliroq borganda yetib borardi. 20-24 yana ikkinchi set bol. Endi osonroq bo'lsa kerak, har qalay hujum qilish navbati Usilikomda bo'ladi. Ular to'pni qabul qilib, hujumni tashkillashtirishadi. Lekin ace darajasidagi to'p oshirish bo'ldi. 21-24, 3-set bol. Mana bu juda ajoyib bo'ldi. Hujum paytida biroz to'qnashib ketdi shekilli, lekin raqibini borib yelkasidan ushlab uzr so'radi shekilli. Bu 10-raqamdagi Yahyo Muhammadiyev edi. Demak, 25-21, 2-1 oldinda Usilikom. Birinchi partiyaga 23 daqiqa sarf qilingan bo'lsa, ikkinchi partiyaga 25 va uchinchi partiyaga ham 25 daqiqa sarf etilibdi. Demak, o'yin tempi qanaqadir ma'noda bir xil ketmoqda. 4-partiya balki oxirgisidir. Oxirgisi bo'lishi uchun bu partiyada Usilikom jamoasi g'alaba qozonishi kerak. Va dastlabki kombinatsiyani birinchi tempda Medetbek Nurislam juda chiroyli yuqori tempda yakuniga yetkazdi. 1-0. Gruber.
Ha, to'p liberani qo'liga, ya'ni Sherzod Omonovning qo'liga tekkan holda maydon tark etdi. Shuning uchun Humo hisobda 2-1 oldinga chiqib oldi. Out blokdan va maydonga hozir Ahrorjon Sobirov 15-raqam ostida liberlar o'rniga hujum chizig'iga 4-zonadan kirib keladi. Birinchi marta bugungi uchrashuvda Ahror blokda zarbani o'tkazib yubordi. Shunday ham bo'ldi. Endi aytmoqchi edim, ochko olish uchun imkoniyat bor Uztelekomda deb undan foydalanishdi. Bu safar o'sha xatosini tuzatdi Ahror va bir o'zi blokda jamoasiga yana bitta ochkoni keltirdi. 4-3. Hozir mana shu pozitsiyada Uztelekom ko'proq ochko olishi mumkin. Ya'ni Ahror 2-chi, 3-chi, 4-chi zonalarda harakat qilgan paytida, o'sha blokda ayniqsa out. Beşi uç. Beşi tur. Hisob. Juda kuchli zarba bo'lgani uchun to'pni qabul qilganda u bog'lovchi turgan joyga yetib kelmadi, undan o'tib ketdi va unga birinchi bo'lib Humo jamoasi tekingani uchun ham out. 6-5. Yeta olmadi. Qanchalik harakat qilmasin. Lekin baribir ana shu oxirigacha kurash fazilatlari yaxshi, ijobiy fazilat hisoblanadi. Bugun umuman olganda Uztelekom jamoasi tarkibida to'pni o'yinga tushirish borasida muammolar borligi ancha sezilib qoldi. Bu yerda ham uncha murakkab vaziyat emas edi. Lekin o'zingiz ko'rdingiz qanday yakuniga yetganini.
7-7 har ikki jamoa uchun juda muhim bu partiya. Sakkiz 7. Agar Telekom g'alaba qozonsa, unda ular 3 ochkoni egasi bo'lishadi. Agarda Humo g'alaba qozonsa, unda hisob 2-2 va 5-partiyadagi g'alaba uchun g'alaba qozongan jamoaga 2 ochko, mag'lub bo'lgan jamoaga esa 1 ochko beriladi. 3 ochko olish uchun yo 3-1 yo 3-0 anaqa hisobida g'alaba qozonish kerak. Ahror ikkinchi marta bu mushashuvda to'pni o'yinga tushirishda xatoga yo'l qo'ydi. To'qqiz 9. Hozir 19 bo'lishi aniq. Faqat kimni foydasiga ekanligi. Mana endi bildik kimni foydasiga ekanligini. Telekom foydasiga 19 ular oldinda. Out. Hozir chiziqdagi hakamni chaqiradi. Nargiza Usmonova, xalqaro toifadagi hakam. Bugungi uchrashuvda Nargiza ikkinchi marta Usmonova o'z qarorini o'zgartirmoqda. Demak, tabloga qaraymiz. Tabloda 2 10 raqami. Ancha baland sakraydi. Saidjamol Murobiddinov va bemalol xotirjam maydonni ham ko'rishga ulguradi o'sha zarba berishdan oldin. Odilbek Murodboyev bu safar bilasizmi, bir o'yinchini o'zi Yahyo Muhammadiyev Telekom jamoasida bu hujumni blokda bartaraf eta oldi. 12-10. Bugun uchrashuv uchun ko'plik qilmoqda. Men nazarimda Telekom jamoasi to'pni o'yinga tushirgandagi yo'qotishlar out edi lekin. Mana outdan olgan bo'lsam ham ochko keltirdim degan isboti bilan 10-raqamda Yahyo Muhammadiyev kechirasiz. Hop, maydonda Ahrojon Sobirov.
Xo'p, hozir ikkinchi raqamda Medetbek Nurislan zaxiraga olindi. Orqa chiziqda uni o'rniga libero chiqdi. Endi Humo jamoasining barcha o'yinchilari hakamga qarab ana qilishyapti. Mana bunday isbotlash kerak, hakam bilan bahslashmasdan. Bitta jamoa sardori gaplashishi mumkin. Bilish kerak, hozir qolgan o'yinchilarga ogohlantirish olishi mumkin. Mana hech qanday muhokamaga hojat ham yo'q. Sobirov navbatdagi ochkoni jamoasi hisobiga qo'shib qo'ydi. 14-13. Ha. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Blok bu hujumni ham bemalol bartaraf eta oldi. O'n 13. Saidjamol Mirobidinov agarda hozir to'pni o'ngga tushirishganda xatoga yo'l qo'ymaganda yana mana shu pozitsiyada ancha ochko olsa bo'lar edi. Lekin bugun juda ko'p, endi qariyb bir partiyaga ham yaqinlashib qoldi sog'gan ochkolari. Uztelekommi? Humo jamoasi ancha shijoatli ekanini bu vaziyatda namoyish etdi. O'zingiz ko'rdingiz. Tanaffus. 15-16 Bekzod Rahimov tanaffus oldi, chunki Humo ularda birdan ko'tarinkilik va qandaydir ma'noda ruhiy ustunlik ular tarafga o'tib ketdi. Tanaffusga ajratilgan vaqt yakuniga yetdi. 16-15 Humo oldinda, hisoblar bo'yicha 2-2 Uztelekom oldinda, 23-25, 25-16, 25-21. To'p hamon o'yinda. Out. On 16. Oh, qanday ajoyib hujum. 4-zonada mana shunday tezkor hujumni uyushtirish, albatta bu faqat o'sha diagonal hujumchi. Bu
Jasurbek Qahhorov edi va Abdulbosit Mamadaliyevlarni o'zaro bir-birlarini qanchalik yaxshi tushunishlari va his qilishlarini misoli deb aytsak bo'ladi, mubolag'a bo'lmaydi. Biroz balandroq dedi, biroz balandroq. To'g'ri, endi anaqani bo'yi ancha baland, 2 metr 7 santimetr. Xo'p. Hozir to'pni o'yinga tushiradi va so'ngra agarda ochko Humoga tegsa, unda libero 11-raqamdagi yana maydonga tushadi. o'n 17. Ahror hozir Tojiyevga joyini o'zgartirib bo'shatib beradi. Yetib bordi, lekin undan keyin bu to'pga yetib kelish, keyingi uni orqasidan ham ikkinchi o'yinchi ham odatda yugurish kerak edi. To'pga yaqinroq bo'lish uchun. Endi ular o'yladi, bu borib to'pni 5-zonaga yetkazib beradi. Unday bo'lmaydi hech qachon. Har doim ham bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Birinchi zona, himoya zonasidan hujumda ishtirok etib chiziq bo'ylab bergan zarba va libero bu to'pni Tojiyev Omonov, kechirasiz, Omonov qaytara olmadi. Farruh Tojiyev bu libero Humo jamoasidagi libero. 19-18. Ana yana bittalik ko'rgazmali master-klass deydi-ku. Medetbek Nurislan ijrosida 19-19. Bitta blok edi, bitta. Mirobiddinovni o'zi ana shu hujumni bartaraf eta oldi. Odatda diagonal hujumchi 4-zonada bitta blokka qarshi albatta o'tishi kerak. Pozitsiyasi qulay har qalay. U diagonal bo'ylab, chiziq bo'ylab blokdan outga zarba berishi mumkin. Outga chiqib ketdi blokdan keyin. Lekin hujum qilgan o'yinchini boshiga tegib chiqib ketgani uchun ochko Uz-Telekomga 21-19 va tanaffus olish kerak, chunki bu juda ham bir nima deydi? Agarda endi to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa ma'nosincha o'xshamasligi mumkin, lekin ancha sirpanchoqroq joy bu hisobda. Hali Skolskiy счет deyishadi hisob. Shunaqa. Bu yerda ikkita to'p bu yoqqa yoki ikkita to'p bu yoqqa shu o'ynab ketsa 21-21 yoki 23-19 bo'lib ketishi mumkin. Hozir Uz-Telekomda biroz ruhiy ustunlik bor, ular hisobni oldinda va to'pni o'yinga tushirishmoqda. Orqada yaxshi. Out. Nahotki o'ziga ishonmayapti. Shunday vaziyatdan juda qulay vaziyat edi. Foydalana olmadi Madadbek. Vaholanki 21-20 emas, 22-19 bo'lar edi, lekin bu yanada shu 4-partiyani intrigasini oshiradi.
22-20. Bu esa 23-20. İkita ochko. Ha, ketma-ket ikkita ochko berdi hozir Madadbek. To'pni o'yinga tushirishdagi xatosi va hujumdagi noaniqligi oqibatida 25-19 bo'lishi mumkin ekan. Vaholanki 25-21. Tavakkal qilgani yo'q. Va Ahrojon Sobirov. Va birinchi match gol 24-21. Lekin hali match golga vaqt bor demoqda Jasurbek Qahhorov, Humo o'yinchisi 7-raqamdagi 4-zonadan chiziq bo'ylab bergan zarbasi hisobni 24-22 ko'rinishiga olib keldi. Lekin endi hozir hujum navbati Uztelekomda. Bu degani 25-22. Demak, 23-25, 25-16, 25-21 va 25-22. Mana shunday hisobda 3-1 hisobida Uztelekom xuddi birinchi uchrashuvda takrorlangan hisobdek g'alaba qozondi. Biz esa mana shu daqiqalarda siz bilan xayrlashamiz. Ertaga va indinga yana uchrashuvlar bor. Ular haqida ham reportajlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun esa sizlar bilan birgalikda mana shu qiziqarli uchrashuvlarni sharhlovchi Rastul Umarov va rejissyor Rustam Mirdadayevlar tomosha qilishda. Xayr, omon bo'linglar.